birov menga aytib qoldi o'tganda. Bir odam uylanibdi deydi, 20 yil yashab xotini bilan urushaverar ekan deydi. Keyin bir kuni kelib, "He, domla, 20 yil yashab hayotimiz shirin bo'lmasdan, mana Allohni tanib hayotimiz mana juda shirin bo'lib qoldi." Nimaga desa, ayolim o'qib, madrasaga borib, erni hurmat qilish mana bo'lar ekan. Ayol kishining vazifalari mana narsalardan iborat ekan, deb hayotimiz butunlay o'zgardi. Xotinim aytadi menga debdi, hali aytib beryapti ekan. Xotinim aytdi menga. Turmushga chiqayotganimda menga onam ham, opalarim ham, egach singil ovusinlarim ham hammasi boshida mahkam bo'lgina, erda o'zingni aytganingni qilishni o'rgatgina deb uzatgan meni deydi. Kuyov bola aytamish, menga ham hamma jo'ralarim hammasi boshida mahkam tur deb o'rgatgan demiş. Ana ine 20 yil mobaynida ikkalasi ham mahkam turaman deb hayoti do'zaxga aylangan ikkalasini ham. Muhtaram jamoat, o'sha ayol ashi 20 yil oldin kiymas, 20 yil oldin Allohni tanigan bo'lganda boshidan hayoti shirin bo'lamidi? Boshidan sen uchun Allohning rizoligiga yetkazadigan inson bu degan tarbiyani olganida Rasululloh aytganlar payg'ambarimiz, qizim, agarda insonga sajda qilishlik mumkin bo'lganda, ayol kishini eriga sajda qildirgan bo'lardim degan. Erkak kishi shunday ustida huquqi katta deb tarbiya qilganida boshidan hayoti shirin bo'lgan bo'lardi o'sha insonlar.